Odamlar chili uchun urushgan. Ba'zida odam o'zini ahmoqdek his qiladi, lekin xavotir olmang, tarixda sizdan ancha yomonroq bo'lgan. Bugun sizga 3 ta tarixiy ahmoqlik to'g'risida aytib beraman. 3-o'rin o'z armiyasini muzlatgan imperator. 1812-yilda Napoleon Rossiyaga yurish qiladi. U bilan taxminan 600 mingta askar bo'lgan. Lekin muammo bitta edi: qish, sovuq, ochlik, masofa va resurslar yo'qligi. Natijada qaytib chiqqan askarlar soni 100 mingdan kam bo'lgan. Ya'ni dunyoni egallagan odam ob-havoni yenga olmagan. 2-o'rin dunyodagi eng qimmat urush sabablaridan biri. 1325-yilda Italiyada ikkita shahar, Modena va Bologna urush boshlagan. Sabab nima deb o'ylaysiz? Chili. Oddiy yog'och chili. Bir taraf ikkinchisidan quduq chilini olib ketgan. Keyin urush chiqqan. Bu voqea War of the Bucket nomi bilan tarixga kirgan. Minglab odam qatnashgan. Tasavvur qiling, odamlar chili uchun urushgan. 1-o'rinda dengiz bilan urushgan podshoh. Miloddan avvalgi 480-yilda Fors podshosi Xerxes Gretsiyani bosib olishga ketayotgan bo'ladi. Yo'lda u dengiz ustiga katta ko'prik qurdiradi. Lekin bo'ron kelib, ko'prikni buzib tashlaydi. Xerxes jahli chiqib dengizni jazolashni buyuradi. Tarixchilarga ko'ra, askarlar suvni qilich bilan urgan, zanjir tashagan, hatto dengizni haqorat qilgan. Ya'ni odam tabiat bilan sudlashmoqchi bo'lgan. Xulosa nima? Ba'zan eng katta kuch, eng katta aql degani emas. Podshoh bo'lish mumkin, imperator bo'lish mumkin, lekin baribir ahmoq qaror qilish mumkin.